Kunlik ish chiqardim. 18 yoshdan to 60 yoshgacha bo'lgan erkak va ayollarga ham ish chiqardim. Hammasini chiqaryapman. Jigarlar sizlar uchun. Zona bosgan layk orqali labboy qilish chiqaryapman. Jigarlar, mana shu videoga maksimalniy layk bosinglar. Kunlik ishimizga hali ham odam kerak. Kimgaki ish kerak bo'lsa, грузчик, komplektovщик, sortirovщик, приемщик tovar hammasi kerak. 4000 rubldan грузчик, приемщик tovar 5000 rubl, komplektovщик 6000 rubl. Jigarlar, kimgaki kunlik har kuni to'laydigan ishlar kerak bo'lsa, mana shu videoni to oxirigacha ko'ring, kommentariyaga omad so'zini yozing yo ish so'zini yozib qo'ying. Обязательно like bosib do'stingizga tarqatib qo'yish shu videoni esdan chiqmasin. Bugungi ishimiz Moskva, Podmoskvadan kimgaki ish kerak bo'lsa, marhamat ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, menejerning nomeriga kelib ishga joylashinglar. Nechta odam kerakligi menejerning o'zi biladi. Polniy adreslarini tashib beradi, hammasini tashib beradi. Bu Yandex lavkasi qiladi. Yandex lavkasi qiladiga o'zim odam olib borib ishlatganman. Videosini ham qo'yaman, ko'rishlaring mumkin qanaqa skladligini. To oxirigacha ko'rsalaring, mana shu videoni skladni qanaqaligini ko'rasizlar. Polniy. Обязательно like bosinglar. Грузчик, komplektovщик yotoq joyingizni beradi. Forma qiladi, transport hammasini turdovoy do'g'ir xolasiz ofitsialniy ishga qabul qiladi. Xleb zavoddan ham ish chiqargan edim. Xleb zavodga ham hozir odam kerak. Bundan keyingi videomizda xudo xolasa xleb zavodni usloviyasini aytib o'taman. Polniy videosini qo'yib o'taman. Kanalimni kuzatishda davom etinglar. Обязательно kanalimga podpisatsiya qilib qo'yinglar. Qancha ko'p like bossalaring, qancha ko'p like bosilsa, prosmotr ko'p bo'ladi, ko'p insonlar ko'radi. Bu prosta pul bermaydi, вообще pul ham bermaydi bizga, hech nima bermaydi. Like bosganingiz, kommentariy yozganingiz prosta videoni keng tarqalishiga yordam bo'ladi. Prosta sizlardan bir dona like bosasizlar, video keng tarqaladi. Ko'p Rossiyada yurgan jigarlarimiz keladi inshaalloh, bitta bosgan laykingiz orqali ishga joylashib oladi. Skladni videosini qo'yaman, ko'rishlaring. Aziz do'stlar, mana skladni ichi ishda bo'ladi. Komplektovщик. Uncha katta sklad bas. Грузчикlar ular. Kimki kelmoqchi bo'lsa, marhamat, ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar, kelaverasizlar. Komplektovka uni shunday tovar tortib yurib, paletni ro'xli bilan tortib yurib, zakaz tarqatib beradi yecheykalarga. 1.5 gradus issiq. Erkak, ayol kishilar ham ishlaydi. Kimki kelmoqchi bo'lsa, marhamat, kelaverasizlar. Og'ir tovar yo'q, hammasi mana produktda, oziq-ovqat. Shunaqa tovarlarni tarqatib beradi. Shu bitta korobka qo'ygani yo'q, ikkita shtuk qo'ygani bir pik hisoblanadi. Mana ikkita shakar qo'ygan, bu ham pik hisoblanadi. Mana bitta banka, nima